xayrli kun qizlarjonlar. Tuzukmi sizlar charchamasdan yuribsizlarmi qizlar? Men bugun sizlar bilan juda ham yaxshi bir Kosrix kompaniyasiga tegishli bo'lgan mahsulotlarni ko'rsatmoqchiman. Ko'ringlar, hozir Kosrixda shunaqa ikki xil mahsuloti. Ya'ni birinchisi Advanced Snail 96si, ya'ni Snail Power Essence'si va undan tashqari 92 lik bo'lgan bir LN1 kremi. Ko'ringlar. Shu ikkalasi haqida bugun bir video qilyapman qizlar. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, videoda davom etamiz qizlar. Va buni tarkibi haqida birozgina ma'lumot olish xohlasanglar, videoni boshida joylab kelayotgan bir videoyim bor. Shuni bir ko'ringlar, undan keyin qayta gaplashamiz qizlar. Kosrix Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Qizlar, Kosrixga tegishli bo'lgan aynan bu mahsulot essensiyasi juda ham sifat yaxshi qizlar. Maza qilib ishlatasizlar. Tarkibida 96.3% snail secretion filtratsiya saliyasi bor. Hujayralarni tiklovchi, yallig'lanishga qarshi va teri teksturaturasini yaxshilovchi, ya'ni birozgina terida har xil narsalardan qolgan izlar, chandiqlar bo'ladigan bo'lsa ham ancha yaxshi tushuvchi va terilarga ancha yaxshi hamnamlik ham oziq beruvchi bir mahsulot. Quruq, sezuvchan va yallig'langan terilarga juda ham mos. Faqatgina juda ham aknili bo'lgan, o'ta yog'li yuzlarga birozgina tushmaydi. Sababi birozgina trobillashtiradigan, birozgina terini tezroq qustira oladigan bir mahsulot. Lekin o'ta quruq terilarga, o'ta ta'sirchan bo'lgan terilarga super tushadigan mahsulotlarga aylanadi qizlar. Tarkibida allantoil bor, yallig'langan terilar uchun, har xil aknidan qolgan izlar uchun juda ham yaxshi ishlab beradi. Pantenol bor, tinchlantirib beradi, terini qayta tiklaydi, baryeriga zarar yetgan qizlar uchun ham baryerlarni juda ham yaxshi dastaklovchi bir modda. Betain sodium hyaluronat bor, chuqur namlantiruvchi, teri qavatlariga juda ham yaxshi singuvchi mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulot o'zi asosan 20 yosh plus ishlatsanglar juda ham yaxshi, ammo bilasizki bizlarni mintaqamizdagi odamlarning terisi birozgina bu Osiyo mamlakatiga qaraganda bizda quruq bo'lganligi uchun terimiz biroz qari yuradi. O'shani hisobidan bemalol 18 plus ishlatsanglar bo'ladi bu mahsulotni. Bu mahsulotni xohlasanglar ertalab, xohlasanglar kechqurun bemalol ishlata olasizlar qizlar. Faqatgina buni sizlar faqat toner o'rnida ishlata olmaysizlar. Toner ishlatib yoki toniklarni ishlatib turib orqasidan buni sursanglar juda ham yaxshi. O'shaning uchun ham birozgina aytdim, yog'li teriga og'irlik qiladi deb. Quruq teri uchun juda ham maza qilib ishlatasizlar, lekin yog'li, o'ta yog'li bo'lmagan o'rta darajadagi yog'lilar ham bemalol ishlata oladi qizlar. Asosiy terilarga qilib berayotgan ishi teri hujayralarini tiklaydi, akne izlariga qarshi juda ham yaxshi kurashib beradi, terining rangini juda ham yaxshi oqartirib, svejlashtirib, sog'lom teri qilib berishga yordam beradi. Terida porloqlik, silliqlik va aytman mana har xil chuqurcha, o'ydim chuqur bularni umuman yo'qotib bormaydi, lekin nisbatan baribir ham yaxshi natija olsanglar bo'ladi qizlar. 10 balli sistemadan berayotganda 8-8,5 ball o'rtasida o'ynagan bir bahoyim bor, lekin aytman baribir ham hammani terisida har xil ta'sir oladi qizlar. Masalan, yog'li teriga birozgina pas bersa, quruq va o'rta teri ancha baland ball beradigan va juda ham ozginasi ham rosa barakali bo'lgan bir mahsulot. 100 ml bo'lishiga qaramasdan ishlatganingizda ancha ko'p vaqtga yaraydi. Buning sababi birozgina ozginasi ham butun yuzga tarqab ketganligi va ozgina ham butun yuzni umuman qoplab olishida va namlikni juda ham yaxshi berishida qizlar. Aslida bu mahsulot hamma narsa bilan tushadi qizlar. Nima bilan ishlatsanglar ham ishlataveringlar. Faqat retinoid bilan ishlatayotgan vaqtingizda essensiyadan keyin bir 5 daqiqa kutib turib, undan keyingina sizlar bemalol retinoidmi, retinolmi bu mahsulotlarga o'tsanglar bo'ladi. Lekin terilarga baribir retinoid ishlatishdan oldin biror bir kosmetolog bilan anaqa qilsanglar, dermatolog bilanmi maslahatlashsanglar yaxshiroq. Lekin bemalol oddiy retinollar bilan, yumshoq retinollar bilan ham bemalol maza qilib ishlatasizlar. Hattoki S vitaminkalar bilan ham. Qizlarjonlar, bu mahsulot terini juda ham yaxshi namlantiruvchi, teriga oziq beruvchi, birozgina essensiya, serum o'rnida ham ishlatilsa bo'ladigan bir mahsulotlardan biri. Bu bilan serum ishlatsa bo'lmaydimi? Bo'ladi qizlar. Birinchi serum ishlatib turib, keyin buni ishlatsanglar bo'ladi yoki birinchi ampula ishlatib, keyin bunga o'tsanglar ham bo'ladi. Bundan keyin kremini qo'yasizlar. Ko'ringlar, qizlar buni apparat bilan foydalana olamanmi? Foydalana olasizlar. Bu bilan guasha, roller foydalana olamanmi? Foydalana olasizlar. Juda ham maza qilib ishlatasizlar. Faqat bu quruq, o'rta, ta'sirchan, sezgir terilarga juda ham yaxshi tushadi qizlar. Yog'li yuzman, akneli yuzman degan yuzlarga biroz og'irlik qilishi mumkin. Meni yuzim yog'li, akneli, men ishlatgan vaqtimda 3 marta ishlatdim va 3 marta ishlatgan vaqtimda shunday ishlatdim qizlar. Juma boshladim, shanba, yakshanba. Shanba, yakshanbaga ham kunduzi, ham kechqurun, ham kunduzi, ham kechqurun davom ettirganimda birozgina yuzimga og'irlik qildi va yakshanba kuni kechqurunida birozgina trobilni oshirdi qizlar. Shuning uchun agar yuzinglar yog'li, trobilga yaqinroq, aknelashishga yaqinroq yuzinglar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga tavsiya qilmayman. Videoni shunga
qarab ko'ringlar va kimga tushmasligiga ham birozgina e'tibor bergan holda davom etinglar qizlar. Bu mahsulot birozgina teringlarni tinchlantirish vazifasini ham bajarib beradi. Tarkibida pantenoli ham bor, ham namlash, ham tinchlantirish narsalarni o'zi bilan birga olib borganligi uchun terilarga rosa ham zo'r tushadi. Quruq va o'rtalar uchun aytibman. Quruq va o'rtalar uchun agar bu mahsulotga ball beradigan bo'lsam, 8,5 atrofida o'ynaydigan bir mahsulotlarimdan biri 8,5 juda ham yaxshi natija. Faqat qizli etdim hali ham yog'li yuz uchun ball beradigan bo'lsam 3-4 atrofida o'ynaydigan bir mahsulotga aylanadi. Endi hozir men apparatdan foydalanganligim uchun hozir buni keyin qizlar yana sizlarga yana bir narsa aytayman. Men buni birozgina apparat bilan ishlatganim uchun qo'lim bilan ishlataman hozir. Ko'rsatay deb aytibman. Qizlar shunaqa bir mahsulot. Booster mode. Level 3. Microderma shot mode. Level 1. Hozir men dermashotni ishlataman qizlar. Level 3. Demak boshladik. Qizlar, men o'zi ishlatayotganimga ancha bo'lib qolganligi uchun birozgina anaqasini oshirdim, darajasini. Aslo 1-2 dan tepaga ko'tarila olmayotgandim. Hozir birozgina ko'taribman, chunki jonim rosa shirin. Qizlar ishlatganingizda haqiqatan ham yuzinglarni ko'tarish mumkinligini, haqiqatan ham lifting qilish imkoniyati borligini, poralarni qisqartirish mumkinligini, ajinlarni yoysa bo'lishi mumkinligini ko'rsanglar bo'ladi. Sifati juda ham zo'r apparatda, lekin aynan bu mahsulot bilan ishlatganingizda ham juda ham yaxshi natija olasizlar qizlar. Buni qilayotgan vaqtida qizlar masligi bir ikkita narsa aytaman. Juda ham yaqin o'rtog'im bor, kelyapti. Uning sababi qisqasi bu Fransiyada juda ham yaxshi ishlayotgan vaqtida bir kars bola bilan tanishgan, keyin yoqtirib qolib bir-birini u qariz Koreyaga kel degan. Koreyaga kelgan vaqtda uylanaman degan, lekin hali to'y bo'lgan yo'q edi. Kelganiga ham biroz vaqt bo'lgan, bir 4-5 yil bo'lgan. Va bu qaragan kelgan vaqtida уже vizasi tugaydi ularni ham 3 oy ichida. Uylanishdan darak bo'lmagan, lekin bola to'liq problema, sharoitga olib borib taqaverdi. Va hech qanaqa bir to'ydan darak yo'q, boshqa yo'q, ketishga to'g'ri kelgan vaqtda mayli ketmay, shunday yaxshi bir munosabatim bor, chunki bola bilan birga yashayotdi ular uyda. Keyin ketmoqchi bo'lmasdan universitetga joylashishga qaror qilgan. Bola ham qo'llab-quvvatlagan bu fikrni, to'g'ri. Ungacha ham biz bir-birimizni taniymiz, bir-birimizga ancha ko'nikib qolamiz. Sharoitimiz ham bitta bo'landi, qol degan, bu qolgan. Keyin shu bilan ingliz tili juda ham yaxshi, kars tili ham ancha zo'r va bu orada endi ingliz tili zo'r bo'lganligi sababi endi Fransiyani o'zini anaqasida-ku. Yevropa davlatlarida ingliz tilini bilish unaqa bir sensatsiya narsa emas chunki. Va bu orada uni yana bir anaqasi kars tilini bilishida, endi uni qanday maqsadda boshida o'rgangan, uni men so'rab o'tirmaganman, lekin kars tili juda ham yaxshi bo'lgan uchun universitetga topshirgan vaqtda universitetga kirgan va kontraktlarini bola to'layman degan, lekin aslida kontraktda asla bola to'lamadi, qiz to'ladi, to'ladi va shunday vaqtga keldi. Bilasizlarmi, mana bunaqa narsada Yevropaning ko'p davlatidagi odamlar, hammasi emas, ko'p odamlari mana bu O'rta Osiyoning fuqarolariga nisbatan yoki bo'lmasam birozgina sharoit yo'q davlatlarga nisbatan to'g'ri kelgan ish qilib ketaveraman, pul topaverishim kerak degan narsada bo'lmaydi. Bunaqa narsasi juda ham kam. Shuning uchun u qiz pashda ishlamadi. Masalan, u qiyin ish qilish haqida ham aytmayman. Masalan, til juda ham yaxshi, biror bir bog'chaga ishga kirsa bo'lardi aslida, til o'rgatish uchun yoki biror bir anaqalarga ishga kirsa bo'lardi. Sohasi bo'yicha laborant bo'lib, boshida masalan, ikkinchi kursdan bemalol ishga kirsa bo'ladi chunki hech unaqa narsalarga yondashmadi. To'liq kars bilan yashardi, keyin ovqat qilandi, qisqasi kars ishlaydi, ishdan kelguncha ovqat shunaqa qilib o'tirardi. Va kars hech qachon kontraktini to'lamadi. U babi Fransiya fuqarosi bo'lganligi uchun o'zini birikkan pullari bor ekan, o'zi ham ishlagan Fransiyada, chunki o'sha pullardan sarflab yurdi u. Ha, to'g'ri, yeb ichish, boshqa qashqa hammasini kars to'lardi. Chunki kars o'zini uyi bor edi.
va bu orada ukarisi o'zini qanaqadir ishlari va ukasini anaqasi bor ekan, katta bir koreyskiy shiktang deydi, oshxonasi bor ekan. Bitta mana bunaqa narsada o'zbek oshxona bilan koreyskiy oshxonani taqqoslab bo'lmaydi, chunki o'zbek oshxonalarda odamlar ko'p bo'lmaydi qizlar va koreys oshxonasida odam doim juda ham yaxshi bo'ladi va ayniqsa mana bunaqa bir go'shtli mahsulotlar pishiradigan oshxona bo'ladigan bo'lsa, u toza ham anaqa juda ham bir pul yaxshi o'ynaydigan bir joy. Shuni hisobidan ukasida pul juda ham yaxshi, akasida ham pul yaxshi, lekin mana ukasida biroz ko'proq va ukasini ertaga oshxonasini ukasini xotini bilan, xotin emas, qizi-da u, karis qizi bilan ukasini o'zi boshqarar ekan. Bunga ham aytibdiki, qara, uni ham anaqasi ishlaydi, sen nimaga ishlamaysan debdi. Bu ishlash uchun men debdi qatga ishlay, meni qat ishga oladi. Sen menga o'ylangan bo'lganing dedi, men juda ham yaxshi ishlab ketsam bo'lardi. Chunki student vizadan ko'ra baribir koreysga turmushga chiqqan paytidagi viza kuchlilik qiladi-da baribir ham. Shunaqa qilsang bo'lmaydimi degan. U biroz orqaga tortdi. Qisqasi koreys bu anaqa qildi. O'xshamanda ish qilib. 4 yilmi, 5 yilmi shunaqa kontraktni o'zi to'ladi. Keyin kechagacha qizi o'zi qiladi. Faqat yeb ichish, uy boshqa qashqalarni bola to'lab yurardi. Lekin ikkalasi bitta uyda yashab yurardi va bir kuni Rossiya ham yig'iladi-da. Umuman kontraktda puli boshqa hamma yog'i anaqa bo'lgandan keyin qiz aytibdi, qara, men universitetda anaqa qilganman, уже kontraktga qiynalib qolganman deb. Lekin ular oilada bir qiz, bir o'g'il edi. Shuning sharoiti ham biroz yaxshi bo'lgani uchun ota-onasi ham qo'ldan kelgancha yordam berdi aslida. Lekin Koreyada biroz hamma yoq qimmat qizlar. O'shaning uchun ular ham уже biz boshqa anaqa qila olmaymiz dedi menimcha ota-onasi. O'shaning uchun qiz yigiti bilan gaplashishga qaror qildi va yigiti ham ishqilib ko'nmabdi deydi, na uylanishga ko'ngan, na kontrakt to'lashga ko'ngan, hech nimaga ko'nmagan va o'rtada 5 yillik bir umr ketdi. Qiz ishongani, qiz o'ylaganki, baribir menga uylanadi-da. Lekin una narsa bo'lmadi. Lekin qiz men yaqin o'rtog'im, juda ham xarakteri yaxshi qizcha edi, shiringina. Lekin o'xshamadi qanaqadir, hech to'g'ri kelmadi va Rossiyani yig'ladi qizlar. Rossiya ham bo'p ketadi deb o'yladim. Qo'limdan kelgancha harakat qildim, deb anaqa qildi. Biz ko'pincha universitetda anaqa paytida o'qish tugagan vaqtda billa ovqatlanardik, billa u joylarga borardik. U ishlamagan uchun unda vaqt ko'p, lekin menda vaqt bo'lgan vaqtida billa ko'rishadigan, billa kafelarga boradigan, kofe ichib, shirinlik yeb, dardlashib o'tiradigan bir o'rtoqlarimdan edi. Lekin biroz o'xshamadi qisqasi. Keyin ketishiga to'g'ri keldi. Lekin Rossiya yig'ladi. Hatto uni kars bo'la bilan ham Rossiya urush qildi aslida. Shuncha yil umr ketdi, nimaga ham anaqa qilyapsan deb. Lekin yigit anaqa qilmadi de qisqasi. Aslida yigit uylanish xohlaganda hech bir problemasi yo'q. Masalan, ota-onadan bir problemasi yo'q, bolani yo bo'lmasa aka-ukadan, yo bo'lmasa bitta biror bir opa-singil aralashib bir narsa, umuman unaqa narsa yo'q deb, prosta bola istamadi deb o'yladim men. Lekin u qiz oxiri ketdi aslida Fransiyaga. Lekin u ketgandan keyin bilasizlarmi, qanaqa birozgina aslida stressga ham tushdim qizlar, chunki men yaqin o'rtog'im edi va juda ham yomon holda ketdi aslida. U yig'lagan, siqtagan, asab qilgan, stressdan umuman boshi chiqmas edi. O'zi aslida ketishidan oldin ham har kuni u gapirgani sari men battar asabim buzilardi. U nimaga unaqa qilyapti, bu nimaga bunaqa qilyapti bolam deb. Lekin o'xshamaguncha o'xshamaydi ba'zi narsalar, bo'lmadi. Va u ketdi. Keyin men o'zim ham ancha siqilib, stress bo'lib boshqa qilib yurdim. Ha, boshqa o'rtog'ing yo'qmi? Boshqa o'rtoqlarim ham ko'p, lekin o'rtoqlaringiz ichida bo'ladi, yaxshiroq kelishganingiz. Shu bilan u ketdi. Ketgandan keyin yana bir yashashda davom etyapsiz, bir anaqada davom etasiz. O'shaning uchun davom etdi va yaqinda kelishi mumkinligi haqida bir xabar anaqa qilibdi. Ancha vaqt bo'lib ketdi uni ham ketganiga. O'shaning uchun birozgina aslida qo'rqyapman. Yana biror bir bolani deb kelyaptimi deb. Agar biror bir bolani deb kelmayotgan bo'lsa, unda yaxshi. Chunki har xil odam bo'ladi qizlar. Chunki kimgadir bog'lanadi deyish faqat shuni oldida qoladigan odam bo'ladi. Ba'zi odam bo'ladi, men yoqtirsa ham, yo'q, bu meni hayotimda davom etadigan odam bo'ladi. U unaqa odam emas edi va birozgina bo'shroq ham qizcha edi aslida, lekin xarakteri juda ham yaxshi, bilimi juda ham yaxshi qizcha edi. Ha, o'ta chiroylimi deydigan bo'lsanglar, yo'q, unaqacha chiroyli emas edi, lekin o'rtacha bo'lgan, insoniylik tarafdan juda ham yaxshi edi. O'shaning uchun shu taraflarni ham hozir o'ylab turibman. Yangiliklardan shunaqa gaplar hozir qildilar. Lekin ketgandan keyin biz yozishdik aslida, juda ham ko'p yozishmadik. Aytdim hali sizlarga, oxirgi paytlarda hayotda ancha stress ko'payib ketganda, shuning uchun o'zimga kelib olishim kerak deb ham aytdi. O'shaning uchun unaqa ko'p yozisha olmadik ketgandan keyin. Lekin men aslida so'radim, boladan xabar bormidi? Lekin
boladan hech bir xabar yo'q edi, men bilishim bo'yicha, umuman yo'q bo'lib ketdi u Fransiyaga ketgandan keyin. Undan keyin yana nima bo'ldi, nima qo'ydi, aniq bir fikrim yo'q. Qizlar hozir dermishatdaman va yuzimni bilasizlarmi, odam biroz semirsa men birozgina kilo olibman qizlar. Hozir danli moment kilogrammim 48 kilo bo'libman. Men o'zi o'rtacha men uchun kilogramm 45-46 ni o'rtasida o'ynasam yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki men semiz narsani, o'rtacha narsani ham yoqtirmayman, biroz ozg'inroq bo'lishni xohlayman. Lekin hozir o'zi 48 bo'lganimga birozgina yuzim ham go'shapti qizlar. Shuning uchun endi ozish modiga o'tmoqchiman. Bo'yimga nisbatan bu kilo semiz hisoblanmaydi qizlar, normal hisoblanadi, lekin xohlamayapman. 1-2 kiloga ozishim kerak. Agar iloji bo'lsa 3 kilo bo'lsa ham ozsam ham mayli, chunki tuchda 48 kilo emasman hozir. 48 u ting-tingman qizlar. Shuning uchun birozgina yuzim ham anaqa bo'lganligi uchun dermashat yuzni ozdiradi qizlar. Shu tarafi ham bor, lekin olib turib o'ta dramatik holda sizlarning yuzinglarni qilib osmon ko'tarib oladi deb o'ylamaylar, lekin ishlatib o'rganinglarda ishontirib aytamanki, juda ham yaxshi natija olasizlar qizlar. Bu kremlardan, bir nimalardan ola olmaydigan natijalarni mazza qilib bu apparatdan olasizlar. Super yoqadigan sizlarga bir apparatlarga aylanadi. Va hali aytib o'tganimdek, hozir men Ko'srixda aynan bu mahsulot bilan ishlatyapman. Juda ham zo'r tushadi, quyuq bo'lganligi uchun ham zo'r tushadi. Faqat ishlatayotganda quyuq ekan deb nimbuzimni quyuq toner bilan ishlata olmaysizlar qizlar. Chunki tarkibga juda ham bog'liq. Shunga ham e'tibor beringlar. Qizlarjonlar, birozgina videoni tezlashtirib kelaman. Ko'rishguncha. Qizlarjonlar, mana hozir men tezlashtirgan holda apparatimdan dermishotidan foydalanib qaytib keldim. Qizlar, gapni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, agar sizlar teringlar quruq bo'lsa, ta'sirchan bo'lsa, kupiroz bo'lsa ham bemalol yuzingizga super tushadigan bir mahsulot bor. Qizlar, ishlatayotgan vaqtingizda, xohlasanglar kunduzi, xohlasanglar kechqurun bemalol ishlata olasizlar. Faqat birozgina kinchoga bo'lgani uchun, yopishish hissi bo'lganligi uchun kechqurun ishlatganingizda uxlashingizdan birozgina oldin ishlatinglar. Shunda ko'rpa yostiq bir nimalarga umuman shimilib bir nima bu ketmasligi uchun. Qizlar, bu mahsulotni nima bilan ishlatsam bo'ladi? Xohlagan narsalar bilan ishlatsanglar bo'ladi. Faqatgina pech bilan ishlatayotgan vaqtingizda bundan ishlatib 5 daqiqacha kutib turib, keyin ularni yuzingizga sursanglar bo'ladi qizlar. O'ta yog'li bo'lgan yuzga tushmaydimi? Tushadi aslida, faqat o'ta akneli yuzda bo'ladi-yu, o'shalarga biroz tushmaydi. Lekin juda anaqa akne emas, oddiy yog'li yuz bo'lsa ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Endi xuddi shu kompaniyani, xuddi shu layinni mana shunaqa kremi ham bor qizlar. Bu kremni masalan ko'rsating. Krem juda ham bir anaqa barakali, o'ta barakali. Shunaqa bir mahsulot. Quruq, o'rta va birozgina ta'sirchan, kupirozli bo'lganligi ham tushadi. Men birozgina atadermli teraman deydiganligi ham rosa tushar ekan. Ishlatib ko'rganlar bor ekan qizlar, aynan. Va hozir mana yuzimizga suramiz. Mana ozginasi ham ko'pga yetadi qizlar. Teringlarni namlantiruvchi, teringlarga oziq beruvchi bir mahsulot. Faqat qizlar, endi kremini birozgina anaqasi bilan essensiyadan farqi bor. Bu biroz og'irroq qizlar. Bu yog'li bo'lgan yuzlarga uncha tushmaydigan, yog'li yuzlarga birozgina og'irlik qiladigan, ba'zida esa troubleni oshirganlik hisobidan o'g'ri chiqarishi mumkin bo'lgan bir mahsulot. Faqat agar yo'q haftada bor yo'q 2 marta, 3 martagacha ishlata olaman deydigan bo'lsanglar, troublelarni oshirmaydi, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Lekin kunda ishlataman desanglar, troublelarni oshiradi qizlar. Shu tarafiga ham e'tibor bergan holda ishlatasizlar. Va qizlar, kunduzi ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi, kechqurun ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Kunduzi ishlatganingizda tabiiyki buni ustidan yaxshi bitta SPF ga surib olasizlar va SPF gilarni har 4 soatda yangilab borasizlar. Ko'srix Advanced Snail 92 L1 krem. Qizlar, aynan ko'srixga tegishli bo'lgan bu krem juda ham zo'r, 100 grammi kattagina va eng anaqasi quruq terilar, o'rta terilar uchun juda ham yaxshi tushadigan, ham oziq, ham namlik vazifasini bajaradigan, ham kunduzi, ham kechqurun bemalol ishlatsanglar bo'ladigan bir mahsulot ila qizlar. 92% snail secretion filtratsiyasi bor, terini yangilaydi, chandiqlarni kamaytirishga yordam beradi, hyaluronic asidi bor, namlikni saqlab qoladi terilarga, ham terilarni namlab beradi, shea butter bor, yog'liroq bo'lgan terilarni oziqlantiradi, birozgina quruq terilarga ozgina yog'lilik beradi. Bilasizlarki, yog'lilik yetishmaganda ham teri o'ta tez qurib ketadi qizlar. Pantenol va allantoil bor, terini namlab va tinchlantirib beruvchi va tiklovchi, tiklash bu baryerga nisbatan tiklash hisoblanadi va tarkibida arginin bor qizlar. Bu kollagen ishlab chiqarishini ko'paytiradi, ya'ni qo'llab-quvvatlaydigan bir modda hisoblanadi.
ko'proq hali ham aytib o'tdim, normal quruq va sezuvchan terilarga ko'proq tushadi. Yog'li, o'ta aknega moyil bo'lgan terilar birozgina uzoq turgan yaxshi bu kremdan va 10 balli sistemadan 7,5 o'rtasida o'ynagan bir kremlarimdan biri qizlar. Asosiy qilayotgan ishi terini tiklanishi, teri baryerini birozgina kuchlantirish va birozgina chuqur namlantirish va oziqlantirish vazifasini bajarib beradi qizlar. Terida juda ham yaxshi silliqlik va namlik berganini hisobidan sizlar buni bemalol kunduz ham ishlatib yursanglar bo'laveradi qizlar. Ishlatgan vaqtingizda tunikini ishlatib, essensiyasini ishlatib, keyin kremini ishlatib, undan keyin SPF-ga o'tasizlar. Shunaqa qilib ishlatganingizda faqat quruq teri uchun bu aytgan narsam ancha namligilarni ushlab, namligilarni o'sha joyda blok qilasizlar. Ya'ni sizlarni teringlardagi namlik chiqib ketmaydi ham. Nabarot sizlarni juda ham yaxshi teringlarni namlik berib turadi. Namlik qancha yaxshi bo'lgan teri, shuncha tarang, shuncha svejiy va shuncha silliq ko'rinadi qizlar. Qancha quriganlar teri tortishib, qichishgani sari shuncha teringlardagi namlik yo'q bo'lib ketaveradi va shuncha teringlarga ko'p ajin tushadi degani. Ishlatayotgan vaqtingizda aynan bu kremni ishlatganingizda juda ham og'ir toner bilan ishlatmaysizlar qizlar. Kremma tarkibida kollagenni yanada dastaklash xususiyatiga ega bo'lgan ba'zi bir ingrediyentlar bor. Bu nima qilib beradi? Kollagenlarni yanada ko'proq ishlab chiqarilishini ta'minlab beradi. Ya'ni kollagenlar yanada ko'proq, yaxshiroq ishlab chiqariladi. O'sha tarafiga ham e'tibor berib ishlatasizlar. Ishlatayotgan vaqtingizda teringlarni namlaydi, teringlarni oziqlantiradi, teringlarni tinchlantirib beradi. Sizlar bu kremni ham namlantirish, ham oziq berish krem o'rnida bemalol ishlata olasizlar. Faqat kuchli oziq xohlayman, kuchli lifting effekt xohlayman deydigan qizlar tabiiyki bu kremni kunduzida ishlatib turib, kechqurunda birozgina og'irlikli bo'lgan, og'irlik qiladigan, kollagenli bo'lgan, lifting beradigan biror bir krem ishlatsanglar ham bo'radi. Xuddi shu tarzda davom etasizlar qizlar. Endi sizlarga shunday savol bo'lishi mumkin. Safiyaxon, bundan olib bunga qo'shib boshqa krem, buni boshqa bir essensiya yoki tonerlar bilan ishlatsam bo'lmaydimi? Bemalol bo'radi qizlar. Lekin shunaqa komplekt holatda ishlatganingizda ham juda ham maza qilib ishlatasizlar. Terini juda ham yaxshi qayta tiklagan sababidan agar yuzingizda poradan qolgan har xil anaqalar narsalar, aknidan qolgan narsalar bo'ladigan bo'lsa ham ishingizga rosa yaraydi. Lekin hali aytdim baribir ham agar og'irlikli yuzingizda akni chiqadigan teri bo'lsanglar, birozgina og'irlik qilganligi uchun o'rta, aralash va ta'sirchan bo'lgan terilarga rosa tushadigan bir mahsulot qizlar. Ball beradigan bo'lsam 8,5 ball beradigan bir mahsulotim. Bunga bir ball beradigan bo'lsam qizlar 7,5 7 o'rtasida bir o'ynagan bir mahsulotlarimdan biri bu krema qizlar. Maza qilib ishlatasizlar. Faqat kimga tushishini bilsanglar, juda ham yaxshi ishlatayotgan vaqtingizda bu mahsulotni bemalol 18+ ishlatsanglar bo'ladi qizlar. 16+ biroz tavsiya qilmayman. O'zi asl kremni bu essensiyalarni ishlatish yoshi 20+ da, lekin O'zbekistonni teri anaqasi biroz og'ir yuradi. O'shaning uchun bemalol 18+ ishlatsanglar bo'ladi qizlar. Agar videom haqida biror bir narsani tushunmagan bo'lsanglar, savolinglar bo'lsa yana bemalol kommentariya qoldirishinglar, Telegram kanalimga obuna bo'lishinglar mumkin qizlarjonlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' bo'linglar.